Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari, siz bilan birgalikda y barobar kx plus b funksiyani grafikini yana bir usulda chizishni o'rganamiz. Xo'sh, demak, birinchi savol bo'lsin. Y barobar kx plus 3. Xo'sh, bu grafikni qanday qilib chizamiz? O'zi har qanaqa funksiyada x o'qini kesib o'tadigan nuqtasini topish uchun, ya'ni absissalar o'qini kesib o'tadigan nuqtasini topish uchun, x o'qini kesib o'tadigan nuqtasini topish uchun y ga 0 berishimiz kerak. Y o'qini, koordinatalar o'qini kesib o'tadigan nuqtasini topishimiz uchun x ga 0 berishimiz kerak. Biz mana shu xosadan foydalanib funksiya grafikini chizamiz. Xo'sh, demak x ga 0 beramiz. Xo'sh, demak, birinchi holatimizda x ga 0 beramiz. X ga 0 beradigan bo'lsak 0 bo'ladi va y barobar 3 paydo bo'ladi. Ikkinchi holatimizda y ga 0 beramiz. Y ga 0 beradigan bo'lsak 0 barobar 0 barobar 2x. 3 ni bu tarafga o'tkazamiz. Minus 3 barobar 2x. X topadigan bo'lsak minus 3 taqsim 2. X barobar minus 3 taqsim 2 paydo bo'lar ekan. Xo'sh, demak biz funksiya grafikini qanday qilib chizamiz? X dan belgilaymiz. Xo'sh, minus 3 taqsim 2 ni va y dan belgilaymiz. Bu mana bu chiqqan nuqtalar ordinata va absissa o'qlarini kesish nuqtalari. Ana endi shu ikkita nuqtadan funksiyani o'tkazamiz. Xo'sh, mana funksiyamiz grafigi chizildi. Funksiyamiz grafigi birinchi, ikkinchi va uchinchi choraklardan o'tadi. Xo'sh, bizda minus 3 taqsim 2 va 3 funksiyaning nollari deyiladi. Xo'sh, mana shunaqangi qiziqarli misollarning yechimlarini kuzatmoqchi bo'lsangiz yoki o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.